Assalomu alaykum. Ra'no, yaxshimisan? Va alaykum salom. Rahmat, yaxshi. Yana lotereya o'ynab o'tiribsizlarmi? Hada. Hali bunga yutuq chiqsa, bizda qimmat mashinamiz, qimmat uyimiz bo'ladi. Ish qilib chiqsin-de. To'g'ri, chiqadi. Hali shunaqangi boyib ketamiz, o'shanda bizni hamma hurmat qiladi. Nima deding? Yaxshi. Senda nimadir chiqdimi? Menda yo'q. O'zingda-chi? Chiqdi menda. Nima chiqdi? 5000 so'm. Xafa bo'lma. Bugun omadimiz kelmagan bo'lsa, ertaga aniq keladi. Boshimdagi ishlar vazasi yopilganda, oson kechdi bizdan suri topilganda, yuz o'girib ketavering siz bemalol, kambag'alning oyog'idan chopilganda, kim quyoshga boqar edi oy turganda, kambag'alga yo'l bo'lsin boy turganda, kim quyoshga boqar edi oy turganda, kambag'alga yo'l bo'lsin boy turganda, kim kulbanim tanlar saroy joy turganda, kambag'alni tanlardi kim boy turganda, hamma o'qni tanlar ekan yoy turganda, kambag'alga yo'l bo'lsin boy turganda. Tinchlikmi bolalar? Sen nima? Ra'noga soch qo'ydingmi? Sen Ra'noga uylana olmaysan. Qo'lingni ol. Ra'noga uylana olmaysan, tushundingmi? Nimaga ekan? Chunki Ra'no bilan ancha o'rtada munosabatlarimiz bor. U men uni yaxshi ko'raman. Yana o'rtamizda necha yillik sevgi ham bor. Bilasanmi? Unaqa tuyg'ular menga begona. Men Amerikada o'sgan bolaman. Hamma narsaga yevropeyskiy qarayman. Bunaqa tuyg'ular o'tib ketadi. O'ldim, kuydim, sevgi deb yurgandan ko'ra, undan ko'ra yigit kishi ozroq pul ham topish kerak. Ishlasham kerak. Sog' bo'lgin. Boshqa yo'limdan chiqmagin bola. Nimaga urmading? Shunaqa qolib ketaveramizmi? Aldadingiz soxta yolg'on sevgisiga, saroblarga uchib soxta yog'dusiga, ne qilamiz qo'limizni siltab qoldik, qulluq bo'lsin quchoq oching yangisiga, kim quyoshga boqar edi oy turganda, kambag'alga yo'l bo'lsin boy turganda, kim quyoshga boqar edi oy turganda, kambag'alga yo'l bo'lsin boy turganda, hoy havasga tuyg'ularing sotildi-da, sharoblaring maylarida totildi-da, muhabbatning peshonasi sho'r edi-da, ishfurushlar tomonidan otildi-da, kim she'rni eshitarsin kuytirganda, kambag'alga yo'l bo'lsin boy turganda, kim quyoshga boqar edi oy turganda, kambag'alga yo'l bo'lsin boy turganda, kambag'alga yo'l bo'lsin boy turganda. Mana hozir ozgina kutib turing, kelib qoldim. Ra'no, Xo'la, bey. ke qizim. Ra'no. Voy, mana shirinim. Kutib qolmadinglarmi? Kutib qoldik.
Qayerda yuribsan?